O'zbekistonga yangi Longrich kompaniyasi kirib keldi. Marketing prosta bomba qizlar. 7 xil daromad turini beradi. 3 xil daromad turini kunligicha olsak bo'ladi. O'zingizni harakatingizga qarab, kuniga 100 ming, 300 ming, 500 ming undan ko'p pul topsangiz bo'ladi. Kompaniyada a'zo bo'lish bepul, 360 ming so'm bilan biznes boshlaysiz. O'zingiz xohlagan mahsulotlarni tanlab olish imkoniyatini beradi. Kompaniya O'zbekistonni rivojlantirish uchun shunaqangi zo'r aksiya qo'yib bergan. Bu aksiya 10-iyul kuni tugaydi. Agar sizga bu biznes yoqqan bo'lsa, shoshilib bu biznesni boshlab oling. Aksiya sharti shundan iboratki, 360 ming so'mga mahsulot xarid qilasiz, kompaniya sizni avtomatik bir pog'ona tepaga ko'tarib qo'yadi. Ya'ni sizni 19% ga ko'tarib qo'yadi. Hech kimni taklif qilmasangiz ham birdaniga 19% ga ko'tarilasiz. Bu degani komandangizdan 19% daromad olasiz degani. Bu juda ham zo'r qizlar. Longrich kompaniyasida ball kuymaydi, zvanya tushmaydi. Bizda majburiy sotuv degan narsa yo'q. Erkin holda ish faoliyatini amalga oshirasiz. Kompaniyada 5 diamond bo'lganingizda pensiya bor qizlar. Ishlasangiz, ishlamasangiz ham pensiyaga chiqqaningizdan keyin har oyning 10-sanasida sizga kompaniya dunyo tovaroborotidan 1,5% dividend to'laydi. Ya'ni siz kompaniyani aksioneriga aylanasiz. Agar sizga bu kompaniya to'g'risida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, murojaat qiling. O'zim hammasini o'rgataman, tushuntiraman. Sizga bu biznes обязательно yoqadi. Chunki bu kompaniyani qaysi ayol qizlarimiz eshitgan bo'lsa, hammasi bizneslarini boshlab, ilk daromadlarini, kunlik daromadlarini topyapti. Murojaat qiling.